Hürmetlik kitap anlaş grupsidagi do'stlar. Ulug'bek xazinasi 1-qism 16-mavzu. Ali qushchilar bilan xo'shlashib bo'lib, kesh yo'liga chiqqan Mirza Ulug'bek go'yo hammomga tushgan odamdek yengillab qoldi. Onun nazarida atigandan beri butkul jahonni qoplagan qora bulutlar tarqab, hamma narsa nurlanib ketgan edi. O o'z umrida har qancha xatolashgan va savallik o'tkazgan bo'lsa-mu, ilm ma'rifat yo'lida singdirgan 40 yillik amgaki zoya ketmabdi. Ali Qushchidek shogirdlari hayotli bo'ladigan, uning asarlari iz-daraksir yo'qolib ketmaydi. Faqat ipekdek yumshoq to'zg'oqlar bilan larzan uchib yurgan bu güzel dalalar, yupurmoqlari tuzib, yerim yalang'och bo'lib qolgan bog'lar, shivoq va amam bilan qopsilib, qo'ng'ir rang tus olgan bu qirlar, nepiz tuman ostidagi egiz tog'lar. Bulardan judo bo'lmoq, ya Rabbi, yana shu xiyol, shu g'am andisha. O'zing g'ayrat ato qilgaysan, Parvardigori olam. Onun xiyolini ot tuyoqlarining düpürligin tivishi bilibdi. Keyni tarafdagi do'ngdan ikki suvari qo'l po'natguncha quyundek kelib-o'tadi. Do'ng tepida yana bir otliq kishi ko'rindi. Lekin uning lashkar yoki boshqa bir kimligini belgili bo'lmaydi. Mirza Ulug'bek nima uchundir yuragi jig' qilib etining tizginini tortdi. Quyundek yetib kelgan suvarilar qora terga cho'milgan arg'umoqlarini aran to'xtatdi. Semiz chilan turuq mingan, ko'zlari qisiq, Mo'ng'ul chiroyi bir suvari to'liq ehtirom bilan qo'l qovushtirib salom berdi. Yana bir sipohmo qo'llarini ko'ksida tutib ta'zim qildi. Hazreti oliylarning yaxshi niyati amalga eshib, ajdiri qabul bo'lg'ay, Haq Taala umrlarini baqiy qilg'ay. Yasavulning shirin so'zlarini qilib, uzoq duo qilishida allaqandoq sirliq va xufiyona bir narsa bordek qiladi. Mirza Ulug'bek ko'nglidagi gumonni yo'qotishga tirishib, kulimsiragan holda: "Duo tilaklaringlar mustajab, qabul. O'g'lalloh. Xo'sh, aytinglarchi, duo qilmoq niyatida Samarqanddan ot choptirib keldinglarmi?" Mo'ng'ul chiroy Yasavul yana adab bilan bosh egdi. "Duo birli Baxtiyor shahzodaning sizdek muhtaram otaga yo'llagan salomini elib keldim." "Xo'sh. Baxtiyor shahzodaning tilagi shulkim, sizdek zoti oliy otsini o'z nomiga yarasha izzat ikrom birla uzatmoqdir." Mirza Ulug'bek Yasavulning qisiq ko'zlariga tikilib qaradi. "Baxtiyor shahzodaga berib aytqaysan, Muhammad Tarag'ay taxtga o'ltirmoqchi emas, Makka mukarramaga safar qilmoqchi. Bu yaxshi niyatni ko'ngliga pukib, hajga safar qilgan ojiz banda uchun shon shuhrat kerak emasdir, o'g'lan." "Barakalloh sizga hazratim, va lekin Baxtiyor shahzoda sizdek zoti oliyning mavara unnahir zamindan namrat bir divandek chiqib ketishini taxt va saltanat sha'niga noloyiq deb biladi. Ol toj sohibi sizga 3 tugida uzuq-tulik va kiyim-kechak in'om qildi kim, bu karvon subi bilan yetib keladi. Shol chaqqicha mana bu qishloqda." Yasavul qamchisi bilan sol tarafdagi do'nglikning bag'riga joylashgan kichik bir qishloqni ko'rsatdi. "Tunishingizni ehtirom bilan iltimos qiladi." Mirza Ulug'bekning ko'zi yana orqa tarafdagi do'ngda ot o'ynatib turgan yilqi odamga tushdi. Nima uchundir uni Amir Sulton Jandarga o'xshatdi-da, ko'nglida yana shum gumon paydo bo'ldi. "O kishi kim? Amir Jandar emasmi?"
Emirjandar Moğol çırayı suvarı küldü. Emirjandar çoğun yolda nime qısın. Yasavul onundan razılık sorap turmayla etinin beşini qışlaq tarafga burdi. Tova, beşimga yana nima kunlar keladigandu? Shahzodaga yana nima kerak bo'lgandi? Mavara unaridan haydadi. Toj taxt hokimiyatni qo'lga oldi. Elhal o'z ixtiyorimni qo'yib bas bo'lmasmi? Mirza Ulug'bek beshini ko'tarib yiroqdagi tog'larga qaradida kallasiga yana boyiq o'ylar keldi. Nima uchun buncha bola titraysan, ey Muhammad Tarag'ay? Buningdan yomoni yana nima bo'lar? Beshing ketami? Ana yurting, suyimlik vataningdan ayrilib, yot ellarda musofir bo'lib o'lgicha, o'z tupuqingda o'lguning a'lo emasmi? Nimishqa titraysan, Mirza Ulug'bek? O, odatdagidek o'zini masxara qilib kuldi. Lekin ko'nglida kechgan shum gumon go'yo osmonni qoplayotgan qora bulutdek barg'an siri kuchayishga boshladi. Faqat qishloqqa yaqinlashib, uylarning ustida laylab yurgan tiniq ko'kuch istitutlarni ko'rib va kashki padadan qaytgan siyirlarning mo'rishi, qo'ylarning ma'rishi, balalarning yig'isi quloqqa kirib, tonurdan so'yib olingan issiq nonlarning hidi dimiga güppida urilgandilar, kallasini band qilib olgan shum xiyollar sal yo'qab, hushini yig'gandek bo'ldi. At chapturib ilgirilib ketgan suvarilar ularni mahallaning bir chetidagi hoyla oldida kutib olib, ichkariga boshladi. Hoyla ichkari tashqari bo'lib, ichkaridagi hoylaning to'rida pishayvonliq uy bor edi. Suvarilar uy egisini qo'g'layotganlikdanmi yoki boshqa sababdanmi ish qilib, hoylami, uymi bo'sh ham jimjit edi. Suvarilar Mirza Ulug'bek bilan hojining yuk taqlarini ichkaridagi hoylaga elib kirdi. Da atlarini yetilab qayoqqadir chiqib ketishdi. Mirza Ulug'bekning hamrohlari tashqari hoylaga urilishib, go'yo ovlariga kirib olgan chashqonlardek jimib ketgan edi. U yerdan hech qanday sado chiqmaydi. Bu jimjitlikda qandaqdir bir yovuzlik yushuringandek qiladi. Baya ko'nglidan sal tarqagan shum gumon qaytadan yupurilib kelayotganligini sezgan Mirza Ulug'bek ushaq-tushak ishlar bilan mashg'ul bo'lishga tutindi. O xurjunini qarangi uyga akirib qo'yib, takchidagi jin chirog'ini yoqdi. Keyin oppoq oltoy juvasini yepinchoqlab hoylaga chiqdi. Hoylaning bir chetiga qurib ketgan shox shumbula dövlangan edi. Mirza Ulug'bek ichkarida nima bilandir band bo'layotgan hojini chaqirdi. "Qani hojim, haj yo'lida jafo chekmak savob bo'lur. Gulxon yiqib sinayli." Ular uyga bir quchoq shox shumba elib kirib, o'choq o'rnida gulxon yoqdi. Qo'rq shoxlar gurildab kuyib, uy sal issig'andek bo'ldi. Namoz digar yaqinlashmoqda edi. Mirza Ulug'bek tahorat olmoqchi bo'lib turib edi, hoylaning eshigi taraqlab ochilganligi ishtib cho'chib ketdi. Sal o'tgandan keyin uy eshigimi taraqlab ochilib, bosug'ida ustiga uzun qora chapon, beshiga yo'g'on qora to'moq kiygan, do'lisi keng bir odam paydo bo'ldi. Gulxon sho'lisida uning puchuq burunliq xunuk bashirisi, qora to'moq kiygan yo'g'on beshi xuddi qora quzg'undek ko'rindi. Mirza Ulug'bek uni qayerdadir ko'rgan edi. Said Abbas. Mirza Ulug'bek uni to'nib, o'rnidan sakrab turdi-da, bar kuchini yig'ib, Abbasning ko'ksiga kelishtirib bir musht urdi. Lekin Said Abbas santirilib ketgan bo'lsa-mu, o'zini tutib Mirza Ulug'bekning yoqsidan bo'g'di. Dal shu paytda eshik yana taraqlab ochilib, uyga iliq Mo'ng'ul chiroyi suvari etilib kirdi-da, Hazrati Oliylarga tashlandi.
Hacı qani, bu malullar nima qilmoqchi? Mirza Ulug'bekning ko'zi g'uva uyning bulunga tiqilib olgan hojiga tushdi. Hoji chopiniga purkinib, tugilib yotadi. O bo'layotgan elishishga qarabmi qo'ymaydi. Said Abbas bilan Mo'ng'ul chiroyi suvari Mirza Ulug'bekning qo'llarini keyniga qayirib, g'o'yliga so'rab chiqdi. G'ururi dafsanda qilinganlikdan va haqorat tuyg'usidan titrab ketgan Mirza Ulug'bek lavlarini tishlab ingribatdi. Ya Parvardigori olam, xuddi qurbonlik qo'yini so'rgandek so'raydi meni. Qaysi gunohim uchun menga bu jazo, bu xo'rlik? Qani sen o'g'lim Ali qushini aslishi bilan uning ko'ziga yana yosh keldi. Astagfirullah. Baya uni nimishqim qaytarayotgandiman. Bu insofsiz shahzodaning changilidan qutulmoqcha birga bo'l desam bo'lmasmidi? Mirza Ulug'bek yaqinlab kelayotgan oyoq tifishini eshitib ko'zini ochdi-da, poyonsiz osmon qa'rida tez uchib o'tayotgan qora bulutlar orasida vol-vul chaqnayotgan yulduzlarni ko'rdi va nima uchundir keng bayovonda bovisining qarorgohida o'tkazgan illiq bir oqshomni esladi. Ko'z oldida usti ochiq ipak chetir, yanida uning beshini silab o'ltirgan momisi saroy mulki xonim paydo bo'ldi. Momisining qo'sh oltin uzuklar taqalgan ap-oq nozik barmoqlari pardak yumshoq. Quloq tubida jaranglagan ovozi suvning shildirlashidek yiqimliq edi. Uyqun kelmasa, yulduzlarga qarab huzurlanqaysan qozam. Yulduzlar Xudoning osmonda uchib yurgan farishtalaridir. Farishtalar mehribon keladi. Uyqun kelmasa, yulduzlarga qarag'aysan toychiqim. Mirza Ulug'bekning o'pkisi og'ziga tiqilib, oyat o'qishga boshladi. Biroq yeniga kelib to'xtagan Said Abbasning quzg'un gavdasini va beshiga tanglab turgan qilichini ko'rdi-da, shurkinib ketib, yoshga to'lgan ko'zlarini yumg'ach, "Elvida Ali, ümidim yalg'iz senda. Ilohim, mening beshimga kelgan bu kunlar sening beshingga kelmasin. Ya Rabbi, gunohim nima mening?" deb pichirladi. Qadrli qarindoshlar, Ulug'bek g'azinasi birinchi qism hammasi tamom bo'ldi. Ko'ngil qo'yib tinglab berganlarga rahmat. Ikkinchi qismda ko'rishaylik. Allohga omonat.